Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligiga 2026-yilning 7 oyi davomida, ya'ni 2026-yil 1-avgust holatigacha kelib tushgan murojaatlar hamda ularning ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Avvalo qayd etish joizki, fuqarolar va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash, ularni o'z vaqtida ko'rib chiqish hamda qonuniy va asoslantirilgan javoblar berish agentlik faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. 2026-yilning 7 oyi yakuni bo'yicha agentlikka jami 285 ta murojaat kelib tushgan. Mazkur murojaatlarning kelib tushish manbalari va tahliliga to'xtaladigan bo'lsak, 115 ta murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali, 43 ta murojaat ishonch telefonlari orqali, 40 ta murojaat yuridik va jismoniy shaxslarning to'g'ridan-to'g'ri murojaatlari orqali, 10 ta murojaat ijro idoralararo elektron hujjat almashish tizimi orqali, 73 ta murojaat agentlik direktori hamda direktor o'rinbosarlarining sayyor qabullari davomida, yana 4 ta murojaat tegishli platformalar orqali qabul qilingan. Ko'rib turganingizdek, murojaatlarning katta qismi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi hamda agentlik rahbariyatining sayyor qabullari orqali kelib tushgan. Bu o'z navbatida fuqarolarning o'z muammolari yuzasidan bevosita murojaat qilish imkoniyatlaridan faol foydalanayotganliklarini ko'rsatadi. Endi murojaatlarning ijrosi natijalariga to'xtalib o'tamiz. 2026-yilning 7 oyi davomida kelib tushgan murojaatlarning 171 tasi bo'yicha murojaatchilarga huquqiy tushuntirishlar berilgan. 53 ta murojaat ijobiy hal etilgan. 34 ta murojaat tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotlarga yuborilgan. Shuningdek, amaldagi qonunchilik talablari va murojaatlarda ko'rsatilgan holatlar o'rganilish natijasida 27 ta murojaat rad etilgan. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, har bir murojaat bo'yicha masala tegishli tartibda o'rganilib, murojaatchilarga qonunchilik doirasida asoslantirilgan javob berilishi ta'minlangan. Endi murojaatlarning mazmuni bo'yicha tahliliga to'xtalib o'tamiz. Murojaatlarning eng katta qismi kadastr masalalariga oid murojaatlar. Ushbu yo'nalishda jami 85 ta murojaat kelib tushgan. Keyingi o'rinda davlat nazorati masalalari bo'lib, ushbu yo'nalishda 48 ta murojaat qayd etilgan. Badiiy ekspertiza masalalariga oid murojaatlar soni 43 tani tashkil etgan. Muzeylar sohasi bo'yicha 37 ta murojaat kelib tushgan. Shuningdek, 34 ta murojaat hujjatlari kengashda ko'rib chiqish masalasiga oid bo'lgan. 34 ta murojaat esa agentlikning vakolatiga kirmaydigan masalalardan kelib tushgan. Arxeologiya sohasi bo'yicha esa 2 ta murojaat qayd etilgan. Murojaatlarning mazmuni bo'yicha ushbu ko'rsatkichlar fuqarolarni avvalo madaniy meros obyektlarining huquqiy maqomi, kadastr masalalari, davlat nazorati, badiiy ekspertiza hamda muzeylar faoliyatiga oid masalalar qiziqtirayotganini ko'rsatadi. Xususan, kadastr masalalariga oid murojaatchilarning yuqori ulushga ega ekanligi ushbu yo'nalishda fuqarolarga huquqiy tushuntirish berish, tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish hamda murojaatlarni ko'rib chiqish samaradorligini yanada oshirish zarurligini ko'rsatmoqda. Shuningdek, davlat nazorati va badiiy ekspertiza bilan bog'liq murojaatlar ham agentlik faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Agentlik tomonidan murojaatlarni ko'rib chiqishda eng avvalo fuqarolarning huquqiy va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, murojaatlarda ko'rsatilgan masalalarni xolisona o'rganish va har bir holat yuzasidan qonuniy qaror qabul qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga murojaatlar tahlili kelgusidagi ishlarni takomillashtirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Jumladan, murojaatlarda ko'rsatilayotgan masalalarni tizimli ravishda o'rganish, takroriy murojaatlarni oldini olish, fuqarolarga o'z vaqtida va tushunarli huquqiy tushuntirishlar berish, shuningdek, agentlik vakolatiga kirmaydigan masalalar bo'yicha murojaatlarni tegishli tashkilotlarga o'z vaqtida yo'naltirish bo'yicha ishlar davom ettiriladi. Hurmatli yurtdoshlar, yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligiga joriy yilning 7 oyi davomida jami 285 ta murojaat kelib tushgan va ularning barchasi belgilangan tartibda ko'rib chiqilgan. Murojaatlarning ijrosi bo'yicha fuqarolarga huquqiy tushuntirishlar berish, murojaatlarni ijobiy hal etish, tegishliligi bo'yicha vakolatli tashkilotlarga yuborish hamda qonun talablaridan kelib chiqib tegishli qarorlar qabul qilish choralari ko'rilgan. Kelgusida ham agentlik tomonidan jismoniy va yuridik
shaxslarning murojaatlarini o'z vaqtida, xolisona va qonuniy asosda ko'rib chiqish, fuqarolarning murojaat qilish huquqini ta'minlash hamda murojaatlar bilan ishlash samaradorligini yanada oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.